Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun obyektimizni arzon qilmoqchimiz tekisligini. Ba'zi bir kuzatuvchilar tekismayapti degan savollar bo'ldi. Opkeyn operator yaqinroq lazer yordamida qilib ko'rsatasiz. Lazerda turibdi, yuqori qismida lazerda turibdi. Yarim santimetr ham xatolik yo'q. Lazer mana, ko'rishlaringiz mumkin. Lazer operator sal qimirlasa mana signalni beradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonga olib kelasiz. Xudo xolasa profil yordamida ham qo'yib ko'rsatamiz. Bu yondan olasiz operator. Uyni yaqinroq olasiz. Ko'rib turibsizlar. Bu tomonni ham. İşimizni xudo xolasa vijdonan bajarishga harakat qilyapmiz. Sababiki halol mehnatni halollik bilan pul olib ketish maqsadimiz. Kuzatishda davom etinglar. Usta Sardorbek kanalini obuna bo'lib, obyektga ketinglar. Bu tomonni ham lazerda ko'rsatib qo'yamiz. Kecha video cho'ziladi. Inshaalloh manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Lazer mana signal berib turibdi. Operator yo'l olasiz. Ha, qarang. O, tepaga ham lazer kelyapti, hamma joyga lazer kelyapti. Xudo xolasa bu tomonni olib kelasiz, operator. Sardorbek kanalini kuzatishda davom etinglar. Like va podpiskani aytinglar. Bu tomonimiz mana shig'ish, xomg'ish, kamerali sistemada bo'ldi. Plitkalariga, uylarga yog'och pallari, beton yo'l pallalari. Oddiy lekin hayzlik uy bo'lyapti o'ylayman. Bu tomonimizda darvozaxona qismini bajishlarga bo'lib bo'ladi yoki xomg'ish bo'ladi. Lekin 1 santimetr razitsasiz berish harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Like va podpiskani ayamanglar.